Mirzo-Ulug'bek tumani Sentr Uchastka navbatdagi uyimizga keldik. Bu uyimizda 3.2 sotuv, 6 xona, 7 ta sanuzel. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana zona qilingan. Bu yerda mana podvoldan tushadigan joyi bor. Uy ichiga kirsa ham bo'ladi va orqasida ham kichkina hovlisi bor. Hozir uy ichini obzorga beramiz. Ko'ringlar, narxini oxirida aytamiz. Bu yerda mana bizda shunaqa kirish hol. Shunaqa chiroyli sirli qo'yib qo'yishgan. Bu yerda bizda zal. Zalimda mana kattagina. Bizda sanuzel. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonamiz ham kattagina. Bu yerda bizda mana orqa hovlimiz. Bu yerda mana yozgi oshxona qilib joy qilingan. Bu yerda bizda sanuzel. Podvolga bu yerdan ham tushsa bo'ladi, garovdan ham tushsa bo'ladi. Bu yerda ham bitta xonamiz bizda. Podvoldan boshlasak. Bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina basen. Bu yerda bizda dush alohida, hojatxona alohida. Bu yerda bizda sauna. Bu yerda bizda kichkina koridor. Bu koridordan podvolga tushib chiqsa ham bo'ladi. Va orqa tomonga ham o'tsa bo'ladi.